Assalomu alaykum aziz havaskorlar. Marhamat. Yangi Overland CF Moto'ni eng aktivalar ichida, ya'ni kvadratskal ichida eng topi, eng qimmati, eng navorotchniy versiyasi bu Overland hisoblanadi. Marhamat, orqamizda yangi Overland. Krasavchik, bitta e'tibor bering. Mana bu yerda standart versiya, bu Pro versiyasi, standart emas. Pro versiyasi MMA displeyda, ya'ni o'sha navigatsiya, telefon bilan integratsiya, CarPlay, Google Android, Google Play ni podдержка qiladi. Rimloklari bilan. Bu yerda mana standartni mingtaligimiz. Bu standart mingtalik. Bu Pro mingtalik. Bu Overland. Qisqacha farqini tushuntirib o'taman. Overland bilan Pro versiyani displey o'sha MMA displeyda. Faqat ko'rayotganingizdek lobovoy o'rnatilgan. Bunda mana shunaqa дополнительный tepasida bagajnik o'rnatilgan, ya'ni narsalar sumkani shundoq joylashtirib arqonlar bilan tortib tashlaysiz. Ham bamper vazifasini o'taydi. Tak, увеличенный bunda bamper turadi, bamperiga e'tibor bering, qanaqa qilingan. Mana bu versiyada bamper, kichkina bamper turadi. Bunda esa mana shunaqa katta увеличенный bamper. Защита ham qalinligini ko'rinyaptimi qanaqa? Alyumindan qilingan. Bu yerda ham защитasi bor. Tak, защитасini faqat tekshiramiz. Buniki plastik защита. Bunda alyumindan qilingan. Bunda shunaqa orqasi ham bundan увеличенный bamper turadi. O'zini radmor bamperi mana kichkina bo'ladi. Ko'rinyapti? Bamperda farqi bor. Bunda orqasida ham xuddi shunaqa дополнительный konfiguratsiya turibdi. Mana bu kofra yechiladi. Kofrasi вообще zo'r. Qulflar o'zgartirilgan, oldingisiga nisbatan rezinka bo'lardi, eskisida esa. Ustida mana bunaqa temir anaqalar bor. Rujyo bo'lgan payti shilib ketmasligi uchun plastikni kanister bo'ylashgan. Bu yerda mana bunaqa быстросъемный anaqalar bor. Shiq qilib yechiladi. Kofrani yechib tashlasangiz bo'ladi. Kofra просто yirik, ulkan, hamma narsa sig'ib ketadi. Zamoklarni ham zo'r qilgan, plus qulflanadi bu versiyada. Zo'r. Oldingisida bu narsa yo'q edi, mana bu qulflanadi. Yechib tashlasangiz bo'ladi, yana katta platforma, orqasida mana shunaqa tron, passajir mazza qilib o'tiradi. Bu yerda shofir o'tiradi. Qolgan joylari hammasi xuddi Pro versiyada. Ya'ni qisqacha yana bir marta aytib o'taman, farqlar nimada bunda? Keyin rang eksklyuziv, bu faqat Overlandda chiqadigan rang. Bu narigi standart versiyada ham, MMA versiyada ham bu rang mavjud emas. O'zi standart versiyaning ranglari faqat standartga xos bo'ladi. Pro versiyaning faqat Proga. Pro'ni misol uchun standartni qora rangidan olib bo'lmaydi. Bundagi ranglar unda yo'q. Overland o'zining eksklyuziv rangi, hatto ikki xil rangi bor. Bittasi mana shu, ziloni, angliskiy ziloni deydi. Balam, lilada ham bor bu rang, juda chiroyli ko'rinadi. Overland. Ikkinchisi taktikal rangi, yana mana shu kvadrigimizning rangidan, ya'ni o'zi mototsiklning rangidan. Usti ham покрытияsi shunaqa bo'ladi, sho'rshavliroq bo'ladi. Glyansiy emas, qirilmaydigan plastikdan qilingan zo'r material. Xullas shunaqa qisqacha farqini aytib o'tdim. Ya'ni o'sha lobovoy bagajnikni dugasi mana bunaqa. Dop svet esdan chiqdi, dop svetini ham o'zib ko'rsatib beraman. Ikki xil положениеda yonadi. Hozir buni ham bitta zavat qilamiz, hammaga qiziq-ku. Yonishini ko'ramiz. Adam priborkalari almashtirsa bo'ladi. 3 xil standart rejimi bor. Keyin buni yana bitta plus tomoni. Buni ekranga o'tkazib olaylik. Tak, okey. Poln touch screen bu. Bemalol perchatkada ishlasangiz ham bo'ladi. Perchatka bilan ishlashga moslashtirilgan. Apple CarPlay bor, ya'ni Apple iPhone'ingizni shunday o'ylaysiz, karta partalarni, Yandex navigatsiya, hamma narsa mana shu priborkaning o'zida chiqadi. Telefonga qarab turish kerak emas. Yon tomondan kerakli показательlari hammasi bor. Mana уже yonib ketdi. Bizning mexanikimiz ulangan. Shuning uchun bu yerda uni hamma приложениясini telefoniga kirsa ham bo'ladi. Tak, navigatsiyalari. O'chirish kerak.
Marhamat, mana biz turgan joyimiz ko'rsatyapti navigatsiya. Xullas, просто наворотлari to'la to'kis navorot hamma yog'i. 3 xil rejim, work rejimi, ya'ni sami дружелюбный ishlash uchun mo'ljallangan. Mototsikl spokойный bo'ladi, kvadrotsikl. Yuk tortishga chaga bor, lekin katta oborotdan anaqa. Keyin normal rejim bor. Normali ishoning oldingi mingtalikni sport rejimi unaqa yurmagan. Normal rejim bor и sport rejimi undan tashqari bor. Bunda ruchka gazalar hammasi elektronli ruchka gaza bunda. Bunda konsol navigatsiyasi, rejimlari, work rejim, sport rejim. Liberat qilasiz, o'shanga qarab yuraveradi. Yo'q narsani o'zi yo'q. Dop opsiya, dop svetni ko'rsatmoqchi edim. Shuni yoqsangiz, mana qizil, sariq rangda ham yonadi. Buni tanlasangiz, oq rangda ham o'chiradi. Faralari prosta beshini buni. Siz mana buni tursangiz, faqat beholar yonadi. Polni bu yoqdan boshlab bu yoqgacha ligulsa. Keyin dальше уже ближний ketadi. Bu dальний, ближний. Bu o'chiradi hammasini. Bu gabarit rejimida. Так, bamper увеличены, alyuminiy bunda bo'ladi. Pastida bamper. Orqasidan увеличены katta bamper turgan bo'ladi. Mana shunaqa. Asosiy farqlari shundan iborat. Opsiyalari. Aytganchalik sizda ham agar mingtalik bo'lsa, Pro versiyasida yo oddiysida uni overland qilish uchun mana bunaqa dop opsiyalarni ham zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtmasida keladi. O'zini stok zavodskoy narsalari, hech narsani переделка qilmaysiz. Shunda o'zini krepleniyalari hammasi bor. O'shanga установка bo'ladi. Faqatgina bitta narsasiga e'tibor berdik biz. Mana bu dop svet aynan mana shu modelga shtekerlar chiqarib qo'yilgan. Unda dop svet uchun shteker yo'q, lekin ulaydigan joylari mexanizmi bor edi. O'shalarga integratsiya qilsa bo'ladi. Ular shunaqa. Agar kvadrig yoqqan bo'lsa agar bitta like-dan bosib yuboring, orqasini tomosha qiling, просто вообще besh. Ekspeditsionniy versiya. CF Moto Ming Overland.